Negadir neticesi bulmasa da boshqa kunlarında açık tutlaşamiz. Hem de binadan bizni ya skora bilan nashar qildi olib ketsalarmi, ya politsiya bilan endi binoni olgan vaqtda chiqarsalarmi. Boshqa yo'llar yo'q. Biz oxirgacha o'zimizni binoda ishni ko'rishga kerak. Chunki biz bino ishni kirishlik namlara kerak. Biz kirishamiz bino simvolgina. Bino millatimizning kirish simvoli. Hamda bino kishilar o'rin. Biz millatimizning kelajagi qanun kirishi uchun kirishamiz. Uning bugungi borligi hamda millatning saqlanishi uchun kirishamiz. Mana bit siz shu ochliq e'lon etdingiz, siz so'nggi chora deb aytganingiz. Shuning uchun bugun tag'in piket uyushtirdingiz. Bizning bit tilak narsa onda tegi bilmada bilganib o'tirg'ina tugil. Bir 15-20 kishini 100 kishini ko'rsinlar bilsinlar hol ahvolni. Bular bilganib o'tirg'ina allanni zo'r foyda yo'qdir deb o'ylayman ana. Mana auksion ertaga bo'ladi filida. Ertaga endi yurt sotilsa. Sizning fikringizcha, siz nima shart o'ylaysiz? Mening o'ylamimcha shulay. Eli satılsa deb aytgan vaqtda da eli kim aniq xo'ja ekanini belgili tugil. Bizning hisob eli aytgan ekan biz endi Bisrush Goladovka deb. Bizning hisob to'xtamaska. Rauf abi, mana ozodlik forumlarida yozuvchilar Bil Mirzayevov masalan Amerikadan g'olim, Shollidan Zubayr Miftahov sizning bu oshtiruga chiqib qarshi chiqqan shekilli maqolalar yozalar. Siz mana shu ozodlik radiosi o'sha narsa aytirigingiz ularga. Bu foydasiz deb aytadilar. Kerak bo'lgan amal bilan shug'ullanasiz deb aytadilar. Men aytardimda har bir kishi o'zining fikrini aytishga haqli. Ham shulay vaqtda har bir kishi o'zining amali uchunda javobli. Shulay aytib men o'zim qilgan amalni bir tatar xalqına da bir kimga da kerakmas amal deb ataman. Bu mening fikrim, ularning fikri. Shulay aytib mening o'ylamimcha yotib qolgan otib qolgan deb aytlar bitindi. Men shulay deb o'ylashim kerakman chiqdim boshqa. Bil Mirzayevning o'z fikri. Kimcha o'ylaysiz, shulay o'ylasizlar. Shulay o'ylasin, anasin Bil Mirzayev o'zining amalini qarshi kelib aytgan so'z tugilmagan deb o'ylayman. Nik deb aytsangiz, ana vazifdan ketavini yaxshi o'qidim, mening bilan tanish, ham mening har jumlasini men qo'limga qo'yam. Ul da bitindi shunday darajaga qolgach, ana organlar bitnik belangach bitindi qarshi turgan majbur bo'ldi. Shulay aytib mening o'ylamimcha Mirzayev ning amali bilan men kelisham.